ھىكايە توزىغان قۇرداشلار ئاپتورى ئىكرام رىيمجان تەھرىر ۋە مۇزىكا كىرىشتۈرگۈچى مېھرىگۈل ئەھەت مېھىر ئەلچىسى ئالىي مەكتەپكە ئۆتۈش ھەر بىر ئوقۇشقا ھېرىسمەن ئوقۇغۇچىنىڭ كۈچلۈك ئارزۇسى ھەم نىشانى. جۈملىدىن مېنىڭمۇ شۇنداق بىر كۈچلۈك ئارزۇيۇم بار ئىدى. 6 ياشقا كىرگىچە ئائىلىدە چوڭ بولغان ئىدىم. ئايىغىم چىقىپ ماڭالايدىغان بولغىنىمدا ئوقۇشقا كىردىم. Çünkü men tug'ilishimdilla ojiz tug'ilib qilib, ota-onamning meni parvish qilib cho'ng qilishi ostida asta-asta yaxshi bo'lib, maktabga berib o'qiyalig'idek bo'lgan edim. Kichigimdan oiladan ayrilib ko'nmagashga maktabga kirib, yangi muhit. Tangtush bolalarni ko'rib, ko'namay, yig'lab, hatto o'qimayman deb nurg'un jidallarni terigan edim. Men o'qiydigan maktab bizning uyga yaqin bo'lib, dadam sahardili maktabga akilib darvozadan kirgizib qo'yib ketadi. U chaqlarda maktabimiz bir qavatlik kapilik uylar bo'lib, bakla oddiy selingan edi. Maktabning orqasida qo'rshav tam yo'q bo'lib, bizning mahallaga tutishadi. Men shu yerdan qochib chiqib, dadamdan burun uyga berib bo'latdim. Uyga berib o'qimayman deb jidal qiladi. Bu jarayonda dadam opam menga xeyli ko'p nasihatlarni qilib, kuchigan bo'lsa-mu, biroq bularning hech qaysi menga ishlamadi. Dadam majburiy maktabga akirib qo'ysa, sinfda o'qimayman deb yig'lab, muallimlarni dars o'tkil qo'ymay, boshqa o'quvchilarning o'rganishiga daxil qiladi. Boshlang'ich maktabga kirib, 10 soatlik dars helimu esimda. O günü səhərdila dadam məktəbə əkilib darvazadan kirgizətgan edi. Amalsız sınıfqa kirdim. Dərs qo'ng'irig'i chelindi. O'rta yoshlardagi qaramtul kelgan bir ayol muallim sınıfqa kirib dars o'tishga boshladi. Men bu yot muhitga ko'nammidim-u aytavur yig'lashga boshladim. Muallim meni ko'rib hayron qolgan edi. Voy Bala, nim bo'ldi? Nimishqa yig'laysan, ha? deb yenimga kelib, beshimni silab turib so'radi. Ketdimmi? O'qimaymi? Opamni sevib ketdim. Yig'am texmo avjiga chiqqan edi. Voy, yig'lama bala. Sat turadi. Qara, hammasi adashlaring. Sanglik qiladi. Bo'ldi yig'lama, ha? Bu yerda o'g'inish qilib, cho'ng bo'lganda oliy maktabda o'qiysan. dedi ko'z yoshlarimni suritib. Ham texi og'izi echilmagan somkamdan daftar qalamlarimni epadi. Opam dadamni sevib ketdim, o'qimayman olim, ketdimmi? Mau balni qara. Yig'lama bolam. Undaq dema. O'qimasang oliy maktabga borolmaysan bolam. Yaxshi o'qib cho'ng bo'lganda Shinjang universitetiga bormamsan? Olim bo'lmamsan bolam? Yig'lama, ha? Yaxshi bola degan yig'lamaydi. Onamdek muomala qiladigan bu muallimning muomalasiga ko'nganmi bo'ldi. Biroq mening bu tarsa mijozim yanada o'z xohishim bo'yicha o'qimayman, ketdiman deb yig'lab sınıfda savaqdoshlarimning dars anglishiga ta'sir qilgan edi. Dars vaqtida o'g'irliqcha yenib chiqib, maydonlarda yuratdim. Menga tarbiya qilmagan maktabdagi muallim rahbarlar qilmagan edi. Oxiri mening hilqi onamga o'xshaydigan o'qituvchim yomon chiqib, meni o'zining shirin tatliq so'zlari ham onalarga xos illiq mehri bilan meni o'qishdan iborat bu bilim bo'lug'iga singdirib atgan edi. Bir kun maktabga bormasam, ko'nglim yerim bo'ladigan bo'lib qolgan edim. Kichik vaqtida ajab qiliqlarni qilgan ha bo'go'y, deb qo'yatdi ba'zi muallimlar. Boshlang'ich hayotimdagi eng unutilg'isiz, yuragimga dog' qoldirib qo'ygan.
ovozi erlarnikidek chiqadigan ashu xanzu tili muallimni hargizmi unutmayman. Agar ashu vaqtda bugungi aqlim bo'lgan bo'lsa, muallim, to'g'ri, men xanzu til bilmayman. Lekin o'rgansam bo'ladi-ku. Men ojiz bo'lsam-mu, o'rganish qilg'il kelgan bu yerga, deb olatdim. Hozirmi yo'llarda ko'rsam, ko'maska silib o'tib ketaman o muallimni. Balkim o muallim meni bilmaydi. Unutib qoldi deb o'ylashi mumkin. 4-yillik vaqtim bo'lsa kerak. Gerçi xanzu tilida ancha yaxshi bo'lmasam-mu, bugun alohida tayyorlik qilib o'ltirgan edim. Xanzu tili muallim mening xanzuchada yaxshi bo'lmaganligim uchunmi yoki mening ojiz bo'lib qolganligimga voy, bu o'rganmasa baribir damdikin mening bilan ancha kori bo'lmaydi. Bugunmi tushdan keyingi oxirgi soatga kirib, tinchlikni saqlab, o'zinglar so'zlik mashq qilinglar, deb vazifa topshirib o'ltiradi. Meningdan 2 parta oldida o'ltiradigan xanzu tiliga usta savog'dishim Abduvalidan o'chirish so'rash uchun oningga gap qilib yeniga borgan edim. Buni muallim qandoq ko'rib qoldi bilmadim. Ishning oldi kaynini so'ramayla yenimga kelib meni silkib, "Manga, sen uyingga keta. Boshqa bolalarning zehnini chashmay. Sen o'rganish qilmasangmi bo'ladi?" deb somkamni yuditkizib sinfdan chiqarib atgan edi. Shu chaqda ko'nglimga shundoq kelgan edi. Keyin bu ishni opamga aytdim. Opam so'zimni anglab maktabga kelib o muallimni izlaganmi bo'ldi. Buni bilgan sinf mudirimiz opam borgan kuni opamni to'sib bu ishni besiqtirib atgan edi. Bu ishlarni o'ylasam turibla ochchig'im kelib qoladi. Bir o'qituvchi bo'lgan odam bir ojiz o'quvchiga shundoq muomala qilsa bo'lamda. O'rganmagan bo'lsa o'rgatsa bo'ladi-ku. O'qituvchi degan o'quvchilarga aktiv energiya bermamdi. Mayli qandoq o'quvchi bo'lsin, o'rganishga da'vat qilmamdi. Bilmaganni o'rgan. So'ra desa bo'ladi-ku. Ajaba mening xanzu tili bilmaganim cho'ng xatolikmi? Shuningdan keyin o muallimga shunchalik o'sh bo'lib ketgan edim. Xap. Men yaxshi o'qib, ziyoli bo'laman. Oldimga kelib qolasan, deydim ichimda. Bejirim balalar bo'lsa mayli. Biroq mendek ojiz o'quvchiga undaq qilsa, odamga bek eg'ir keladi ekan. O muallim mendan keyingi mendek ojiz o'quvchilarga yana qanchalik muomalalarni qildi, onisi menga noma'lum. Biroq shuni deb qo'yg'im keladi. Bizga nurliq chiroq bo'lib yo'l ko'rsatguchi ey ustoz. Siz bizning ham jamiyatning o'chmas shamchirg'i bo'lish sifatingiz bilan oldingizga qandoqli o'quvchi kelsin, mayli ojiz yoki saq bo'lsin, o'xshash muomalada bo'ling. Ojiz o'quvchi kelgan bo'lsa, oningga talabni odatdagi bolalardan yuqori qo'yishingizni, uning kelgusida o'rganishdan iborat usul orqali jon kechirdiganligini unutib qolmasligingizni umid qilaman. Başlangıç hem o'rta maktab hayotim hash-pash tuguncha muallimlarning "Tirishchan o'quvchi, ha, aqlli o'quvchi jimo" deb maqtishi bilan o'tib ketdi. Aslidagidek ishlarim bo'lsa, başlangıç maktabdagi hilqi mehri issiq muallim bilan to'liqsiz o'rta maktabdagi menga ishonch ato qilgan xanzu tili muallimim. To'liqsizdagi xanzu tili muallimim menga bek amroq edi. Sen qilalaysan, sen eng qaltis, deb meni rag'batlantiradi. Ham meni bek boshqaradi. Menmo o muallimning menga qilgan muomalasidan bekli suyunatdim. Ham ilhom elib tirishatdim. O muallimning mono bir gapi faqat esimdan chiqmaydi. "İkram, sen oliy maktabni bitirib, sinfimizdagi savog'doshlarning ichida birinchi bo'lib, eng yaxshi xizmatga chiqsa." Bu gapni anglaganimda o'zimning kelgusini ko'rgandek jonlanib ketdim.
Yana ba'zi bir ustozlarim bor ediki, sinfga kirib, men bilan ancha kori bo'lmaydi. So'ragan savollarga qo'l ko'tarib javob bersam, hayron bo'lgandek qarab qo'yadi. Men ota-onamning orzulab "Dashusing balam" deb umid aralash to'g'lig'inidek to'liq o'rta maktabni bitirib, orzuyimdagi oliy maktabga o'tamasam-mu, biroq diyorimizdagi qo'lliq bo'lgan kasbiy maktabga o'tgan edim. Ota-onamning orzusi bo'yicha ham kichik vaqtimdagi o'z orzuyim bo'yicha oliy maktabga o'tdim. Demakchi, vaqt rostla atqan o'q edi. Texi tünügünla 1-yillikda o'qib, har tushligi uyga qaytganimda dadam opamning "Ha, dashusing bolam, keldingmi?" deb maqtab ketishlarini o'ylasam, texi tünügünkidekla. Mana endi rostla oliy maktab o'quvchisi bo'lish oldida turmoqda edim. Ko'nglimdagidek oliy maktabga o'tmay, ko'nglim yerim bo'lib tursa-mu, biroq uydagilar menga chaqir qog'ozning kelganidan. Bo'libmi mendek bir farzandining do'st dushmanning oldida. O'zim mustaqil bergan imtihonning yada qolmay chaqiriq kelganidan xushal edi. Şoňa ular bu xushalligidan o'ztish cheyidab yig'ilish qilib bergan edi. Kichigimdan orzulagan oliy maktab hayotim xuddi tushimdagidekla ko'zni yumib ochqichi boshlanib yerim oy bo'lgan edi. Inson rostla hammaga ko'nadi ekan. Mendek bir majruh o'quvchiga nisbatan oliy maktabdan iborat bu yerim jamiyatdagi oliy maktab turmushi meni holsirassimi? Arzuyimga yetishdagi nishonim ham qizg'inligim bu holsirtishlar oldida to'xtab qolmadi. Men o'tgan oliy maktabga sinfimizdagi Borxon bilan Elzira degan savodishimmi tang o'tgan edi. Borxon bilan men bir mahallalik bo'lib, boshlang'uchdan boshlab birga o'qib, to'liq o'tirni tang bitirgan edik. Uning ota-onasi o'qituvchi bo'lib, Borxonni ancha boshqurmaydi. Darslarda orqadan sanaganda birinchilikni qo'ldan bermay o'qiydi. Ko'zini yepib turadigan uzun chechi uning muhabbat xotirlariga o'chmas aslimalarni qoldirgan. Borxon menga bek ko'ngil bo'ladi. Qandaqli ishlarim bo'lsa, ko'zlik qilib beradi. Elzira bo'lsa, mening to'liqsiz o'tirdagi savog'dishim bo'lib, o'tir bo'yliq, o'maqqina qiz edi. O'zining o'maqligiga qaramay, otdan tushsimi o'zangidan tushmaydigan holi sinfdagi hech kimni yaratmaydi. Demisimi u bek chiroyli edi. Zilva kelgan badani. Beligi yeyilib turadigan chechi. Hammadan tatligi, ko'lsi tabiiy chiqadigan zinig'i odamning bek amroqligini qo'zg'aydi. Shu chaqlarda Elzira maktab go'zali deb atilib, qo'g'lashmagan o'g'illar qolmagan. Savog'doshlarimdan boshqa hech kimni tonimaydigan bu yat shaharda yotog'im mening illiq makonim edi. Bir yotoqda yetish rizqimiz qo'shilgan 6 yilin yotoq, sinf, oshxona orasida qatirab, doim degidek birga yurib, tuqqandek bo'lib qolgan edik. Ularning oldida bek sho'xlik qiladi. Ularmi menga moslashib, chaqchaqlarni qilib, bir uyning bolalaridek yuratdik. Borxon bo'lsa boshqa fakultetda. Elzira bilan men parallel sinfda bo'lib, yangi kelgan chaqlarda yo'llarda ko'rsa salom qilib qo'yadi. Oliy maktabning qaynoq turmushi ham markaziy shaharning turmush ritmi Elzirani texmu holi cho'ng qilayotgan edi. Yo'llarda ko'rsa ko'maska saladi. Ham oshxonalarda bir yerda o'ltirib qolsaqmi gap qilmay o'tib ketadi. Borxon bo'lsa o'yin tomoshaga berilib, oliy maktab bolalariga beradigan qarzni elib, yo'q ishlarga ishlatib, ota-onasidan kelgan pulni qarz to'lab o'tadi. Meni ancha izdamaydi. Kichigimdan birga o'ynab cho'ng bo'lg'ashqimikin, uningga bek amroq edim. Shunga uni doim o'zim izdaydim.